Assalomu alaykum. YouTube boshlaganimga kelibla boshlab yubordim, adashmasam. Kelib bir hafta o'tgandan keyinla, chunki fayllar ko'payib ketdi. Fayllarning hajmi ko'payib ketdi, ya'ni 10 minutlik video, aytaylik 10 gigabayt, har minuti 1 gigabaytdan to'g'ri kelyapti. Bu tabiiyki sifatli qilib jo'nataman desam, sifatli ketmaydi Telegramdan. Shunga YouTube kanal ochib yubordim. Xullas, videolar qo'yib turishga harakat qilaman. Nima bo'layapti? Ya'ni adashmasam kunlarni yozaman. Bugun 28 bo'lsa, 28 Xuftondan keyin yozyapman bu video xabarda. Xullas, hayot yaxshi. Ozgina darslar ko'plik qilib boshim qisib qoluvdi. Yaxshi qoldi. Telefonim ishlatayotganimga sabab, chunki video darslar bor bunda. Video darslardan qaytarib olyapman, ya'ni menda o'tib ketishgan darslarni azizmoz qaytarib olyapmiz. Hozir qani? Plus mana shu kitob Bu Tolibi. Asosiysi mana bu birinchi kalima bor-ku so'z. Muzo. Alif lam olmaydi, taniydi. Plus shunaqa videolar uchun kerak bo'lib qolyapti. Va keyin arab tiliga hech qiziqib ko'rmagan ekanman o'zim. Ya'ni qiziqaman Qur'on o'qishga, faqat Qur'on o'qishlik maqsadida faqat. Arab tilini o'rganishlikka, chuqur bilishlikka qiziqmaganman ekan. Lekin bilishimcha, ya'ni bugun o'rgandim bu narsani. Arab tili hamma tillarda otasi hisoblanadi kerak bo'lsa. Ya'ni hattoki latin tili bor. Necha ming, 6000 yil oldin ham bo'lgan deyshadi. Xullas, o'sha til yo'qolib ketgan til. O'sha tilni ham kerak bo'lsa arab tilidan olingan deyiladi. Ya'ni aniq faktlar bilan. Arab tili eng boy til. Ya'ni hozirgi mavjud tillar ichida. Ya'ni latin tili ham boy, 3-o'rindagi boy til, lekin yo'qolib ketyapti. Boshqa yana qanaqadir Angola tili bor. U 2-o'rinda turadi, lekin u вообще yo'qolib ketgan. Xullas, nima demoqchiman? O'rganishlik muhim ekan. Buni shuncha paytdan beri tushunmasdan yurgan ekanman. Shunchaki Qur'onni o'qib tushunsak bo'ldi deb o'ylardim. Lekin uni o'qib tushunishlik uchun ham ancha-muncha ilm savodli bo'lishimiz kerak. Xullas, shu maqsadda o'qib yuribman-da, nima qilyapman. Inshaalloh duo qilib tursanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Barakallohu fihum. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Amin.